Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, boshlang'ilaring xayrli, barakatli bo'lsin. Mana bugun biz Shavot sentrindamiz. Shavot sentrida bir og'amizning velosiped do'koni bor ekan. Berni adresiga keladigan bo'lsak, Shavot katta dehqon bozori bunda. Shuni yonida ekan og'amiz do'koni. Hozir bir qator velosipedlarni narx-navolarni tanishtirib boraveramiz. Like, podpisatsiya, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib boraveringlar. Assalomu alaykum og'a, siz jallomsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'lom yurtmisiz? Yana ko'rsatamiz, bolalardan bahasi bilan tanishtiramiz. Aha. Narxni arzon aytib qo'yamiz. Ha. Siz nereden aldırasız ağa bu velosipedlarni? Pramo birinchi egasiz ag'ang? Ha, shunday. Ha, birinchi ega ekan Pramo. Arzon aqa ham mera qaraganda, to'g'rimi? Bu yera qaraganda arzon. Aha. Bu velosiped birinchi velosipeddan tanishtirib boshlang esa. Bularni endi setkali panorik ham o'zi bor, biz qo'ymin qo'yibmiz. Aha. Hozir u vezani qo'ysa berasiz men qarab. Ha. Bahasi 1.100.000 so'm. 1.100.000 so'm bitarmi yo qaytib berasizmi? Ha, 1 milliondan beramiz. Bir yil garantiyasi bor edi. Ha, 1 yil garantiyasi bor, ha? Shunday ha. Ikkinchi yo'ldan ikkisi 1 ming. Bularni 4 sen 1 xil. Ha, 4 sen 1. Yatırlı xil, eldindagi yatırib oldi. Ha. Tam 1 milyona bitadi o. 1 milyona bitadi ağa bu, ha? 1 milyona sırda bitadi. Aha. Yastan gelinadi, bunda sport var. Ha. Görünüşü sport, lekin o'zi prostoy verdi. Kendi aparatlar prostoy, skorsiz. Aha. Hop, buna bakasan 1 milyon. 1 milyon so'm. Berginang. Bunda endi traktor daxilisi bor. Traktormi bolalar katta xil ekan buning. 1 milyon 300 ming so'm bitadi. Bitari 1 milyon 300 ming so'm. Yo'q, azmaz qaytib berasizmi endi? Qaytamiz. Ha, dükkana Bunda geldi. yana sakadiskali xilisi bor. Ha. Yine bunun sakadiskali xilisi Aha. 1 milyon 200 ming so'm. Iri xilisi. Ha, 1 milyon 200 ming so'm 1 axang. milyon 200 ming so'm. Bunda shuni meda xillari bor. Yani tekiz şunun hammasi 401 xil bo'ladi. Ular ham shu 1 milyon 200, ulardan ham qaytib kelishtirib beramiz. Ha, qaytib berasiz обязательно. Bo'ldi. Bunda bu ham shu sakadiska, bunda prosto xilisi bor ekan. Bu 900 ming so'm. Ha, farqini odamin deskasindami ko'rasiz? Elde amzatırsiz, aparatı kelinge aparat skorsiz verildi ama prosto xili. 900 ming so'm axı. 900 ming so'm. Bunda shuni amzatırlı xilisi bor. Ha. Bu amzatırlı, bu amzatırsız. Kelinge aparat prosto. Bunun bakası 1 milyon. 1 milyon so'm. 1 milyondan qaytib berasiz. Qaytib beramiz. Bu skorslu variant şunu. Spesifik skorslu. 1 milyon 100 ming so'm bu. 1 milyon 100 ming so'm. Bam şu. Imbulayla 950 ming so'm. Aha. Görünüş server video var. Lekin prostoy. Ha, prostoy. Prostoy. Bunda 24'lik bular. Bir razmer kichkina, bular 26, bu 24'lik. Aha. Bunun bahası 1 milyon. 1 milyon so'm. 1 milyondan qaytib beradi hurmatli obunachilar. Bundan chiroyli baho beramiz. Bundaki spesi ko'p xilisi bor. Ha. Buni Naqshlagan bang rang-barang. Rang-barang, o'zi ham sifati bor. Aynen. Nasıl hamma o'zi bor ichida. Obunachilar. Bahasini so'm dedingiz? Bahası 1 milyon 100 bo'lsa. 1 milyon 100 bo'lsa. Bo'lsa 1 milyon. Bu 1 milyonmi? Shuni bergandan qiz bog'lar uchun o'ng'ayli chiqqan, beri o'ng'ayli. Ha, bo'ldi hurmatli obunachilar, qizlarimiz uchun обязательно. Aynen. Bunda shuni sakadiskalisi. Ha. Bu sakadis 1 ming so'm. 1 milyon 200 ming so'mmi? Bo'ldi Bunda keyin. shuni spesli xilisi 900 ming so'm bo'lsa. 900 ming so'mmi? 900 ming so'm. Bundan ham qaytib hammasini undan ham qaytib hurmatli obunachilar qaytib kelishtirib beriladi ekan. Og'amiz birinchi qo'l ekan, kelaverasizlar do'konni. Bunda balki 24'liklar. Bu valla no degan valladi bu? Mustang. Mustang degan valla ekan, hurmatli obunachilar. Aynen. Bahası 1 milyon. Bahası 1 milyon so'm. 1 milyon so'mdan kelishib berasiz. Geliştirip chiroyli baho aytib beramiz. Bundaki 24'lik Kamala var belki. Ha, qadimki Kamala. Originalı 700 ming so'm bo'lsa. Ha, 700 ming so'mmi? Bu elde amzatır xili hem komfort hem narsasi mahkam, nasozu külüçe meveci var bunun. Hem eldeki koltuğumuz ayaktan atıyoruz. Ha. Özüm sifat narsa garantiyali. Uncha so'm? Bu 800 ming so'm aytilishi qaytib beraman. Bo'ldi. Aytilishi bu. Bunda Mustang'ning kichkinasi bor ekan. Ha, sal kichikroq bolalar uchun hurmatli obunachilar. Buni bahasi 900 ming so'm, bunda amzatılısı var 1 milyon. 1 milyon so'm. Bunun ikisinin farkı bu amzatıllı, bu amzatırsız. Ha, oshir. Başka yeri bir. Bo'ldi. Keyin bunda ham traktorning kichkinasi bor. Iri xili. Kichikroq bolalarimiz uchun. Kichkina uchun. Bu taxminan necha sinf bolalari bo'ladi bu? 6-7lara bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. 6-7 sinf bolalari. Bundan veradi bemalol. Keyin bunda sal vidrak verdi bor, 20 degani. Aha. Kamani boshqacha turi. Bu 900 ming so'm. 900 ming so'm. Keyin bu kamani kichkina razmeri, 20lik razmeri. Bu originali. Kichkina bolalar uchundan men kichkina bolalar uchun ixchamli original narsa. Bu 700 ming so'm. Bo'ldi. Bu bunda shuni prostoy bor.
Bunlar şunu prostoyu. Bunun aytılış bahası 650 min so'm. 650 ming so'm qaytib beriladi. 650 ulardan ham qaytib kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Bu yoqda qiz bolalar uchunmi endi bu yana? Bala detskida bu yana Ha, esas. bu yana detski ekan, hurmatli obunachilar. Detski shuni ketadi hammasi. Tekiz agar shu nadan kelsa hammasini qaytib kelishtirib beramiz. Bizning kanalimizdan aytib kelsangizlar, Xorazm 571 deb aytib kelsangizlar, necha so'mdan berasiz? Yine 650 min so'mdan 600 min so'mdan sotib turibmiz. Aha. Agar kanalni nomidan kelsa, tekiz 550 min so'm. Ana, hurmatli obunachilar. Bu 20lik razmer. Mana ko'ringlar. 20lik Ko'ring. kanalni adından kelsa, bular 16lik razmer. Agar shu kanalni adından kelsa, tekiz 450 min so'm. Ana, hurmatli obunachilar, ko'rdingizlarmi? Ish xatari bilan axir 450. Xalaqani 450 min so'm. Depadagini. Tepedagi xalaqani eng originallardan bor ichida. Aha. Original prostoy bor. Xalaqani 370 min so'mdan. 370 ming so'mdan ekan, hurmatli obunachilar. Xalaqani. Bu yoqda variantlar ko'p ekan. Bu Ayslabakin. Yaş- Aysla, kadimgi bu onların hazırlığı verdi. Ha. Originalı bu. Bular necha so'm? 900 min so'm eng zo'ri. 900 ming so'mmi? Bundan ham qaytib berasiz axir. Bu izah chiroyli Bir vaqtlar dim legendarniy edi bu Gentratinang. Aa, şimdi vaz bu eng originalı bundan bir dana kaldı o'zi zakaz. Eng bulakin tekiz AIS bo'lsin, içinde Belarus bor, içinde hem de AIS bor. Aha. Tekiz 800 min so'mdan xalaqan. Ha. Dokumentlar ham bormi bunda? Hamma dokumenti apartmenasi hurmatli hammasini obunachilar, qilib beramiz. Ko'rdingizlarmi, dokumentlarida dom bor ekan bu yerlar. Tekiz 800 min so'm. Buni bahosini aytdik axir, hang bu. Buna aytdik 1 milyon 200 min so'm. Bo'ldi. Bu yosh bolalar uchun bunday narsalar bor ekan. Bular necha so'mdan? Bu 250 min so'm ishlarimiz. 250 ming so'm Bular axir. 230 min so'm. Bular 150'den. 150. Samakatla var. Samakatlar necha so'mdan? Samakat misal orijinali. Aha. Hem bala o'tiradi, haydaydi. 250 min so'm ina men ham ko'taradim. Ina. Ha, ko'rdingizlarmi, hurmatli obunachilar, mustahkamligini. Yaxshi sifatli narsa qarab birgan bo'lsangiz, inshaalloh do'konga kelaverasizlar samakat. Kanal nomidan kelsa 160 min so'm. Ana, hurmatli obunachilar. 200 min so'mdan sotib tutmiz degan. Bular 80 min so'mdan. Ha, arzonroq. Ava, kichkina detski bular. Bundan sal yaxshisi bor. 150 beramiz. Ha, Montenda demir bor ekan. Aha. Imdo mashinalar bor ki. Mashinalar necha so'm bular? 150 min so'm. 150 ming so'mdan ekan. Xatari bilanmi? Bu 380. 80dan bu depdan bir ko'rsating bularni. Bularni Baholarini aytib katta ber. xilisi shu. Aha. Bu katta xilisi 350 min so'm. 350 ming so'mmi? Agar kanal nomidan kelsa, sindiramiz baxani. 250 Bo'ldi. min so'mdan. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Vallahi bularimiz ham 250 dan ta şöyle doğru 250 min so'm. Yalnız hammasi kanal nomidan kelsa 150 şu o'rtoqlar. Ana, hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar, men bu ne sarinjaqmaydi, bu noyadi bu ish yosh bolalar uchun necha so'mdan bular? Bu 300 min so'm, 320 min so'm satılıb turibdi, 280 dan satılıb turibmiz. Agar kanal nomidan kelsa 220 min so'mdan beramiz. Ana, hurmatli obunachilar, Bu narsa shuni prostoy. ha, Bu 150 min so'm, 120 min so'mdan beramiz. 120 ming so'mdan beramiz dedi. Keyin xadinoklar bor, xadinoklarni tayyorlamini ham qo'yibmiz. Tayyorni aytib o'tavering. Tayyorlar misal 150 min so'm. Aha. Ha, bu imunda bor, 150, bu 200 min so'm bitaveradi aslında. 200, 250 farklar bor. Farkına qarab Yo, tutamiz. hurmatli obunachilar, endi bu ishi tepadagi velosipedlar necha so'm? Bular misal ilançular 130 min so'm. 130 ming so'mdan ekan. 130, bularınız ya 150, 160, 180'e boradi. Bu 2-3 yashar bolalar ham zo'rdan bu, hang? Baba, eng zo'ri shular. Eng zo'r ekan, hurmatli obunachilar. Keyin unda atla baylar, padarkalik, yani. Oho. Öten müstahkem narsa. İnan, adam götürse bemalol sınadan. Ina, ko'rdingizlarmi, hurmatli obunachilar? Bemalol haydaveradi. İnan. Necha kilo US'ni necha kilo siz? 80 kilo. Ana, 80 kilo 100 US'ni. euro ruxsat mı aynan? Ina, hurmatli obunachilar. 100 euro ruxsat. Bahosini necha dedingiz buni? 200 min so'm. 200 ming so'm ekan bu, hurmatli obunachilar. Jiyanlaringizga, nelaringizga poda kessangizlar, dum zo'r narsa ekan bular. Boqalar uchun vazda baylan. Buni ha. Çodo. Bana bera ne? Bo'ldi. 150 min so'm. 150 ming so'mmi? 130 dan beri. Kanallarından gelsin. Bo'ldi. Implantiya so'm bular. Bu 140 min so'm, implantiz 50 min so'm. Yosh qizlarimiz uchun ina, hurmatli obunachilar. O'yinchi. Doktorda o'qiydilar bakin. Ha. 550 min so'm bular. 550 ming. Hamma narsasi bor o'xshaydi buni idish pidishang.
Düşerdi çıkardı özünün rezminde karab bitirirdi. Bas. Basilla bakayım. Basselençe somdan mı? Basilla 130 bin so'm işlarimiz. 130 ming so'm, he? 130, 180, 300 bin so'm. Bundaydı ketteleri 400. Bundadım kettesi var 550 bin so'm. Bemalol ul adamlar. İnchinedagi o'xshaydi. Havang ishi. 3 metre 76 santimetr. Ana hurmatli. Bemalol ul adam tushib biladi. Hmm. Kalaskelar bor. Kalaskelar nima aytib o'tang ash defadan. Kalaskelar misol ibularimiz 1 million. Aha. 1 million 50 ming so'm. Bunda Malibu pardayanlari bor. On. Malibu parni originali bunda. 3 xil variantda bu hozir 3 xil vaz turibdi. 1 xil vaz emas bular. Originali 1 million. Bu 900 ming so'm. Aha. Bunda shuni prostoy raqami. On. Buni bahasi 850 ming so'm. Bo'ldi. Keyingilarni aytib o'ting. Keyin shuni gelamiz, ibuları ile 350 ming so'm. Arzonroq O variantlar. arzon variant, bir padakelik, nelik. Bu Doğru. 450 ming so'm. 300 ming so'm, 350 ming so'm. Aha, bo'ldi. Bularni nima aytib o'tang endi? Kalaskelar 500 ming so'm. 500 ming so'mmi? Hava, hem eldikeni koltuğumuz zakonli. Abi işte ne var ya. Bunlar Bundaki konfortlar var. Somkeleri var, neler var. 750 ming so'm bakası. Qaytib berasiz buni bitarincha ishini. Qaytib beramiz. İminli işini biteri 680 ming so'm. Ana hurmatli obunachilar. 680 ming so'm deydi. Basıları bundayla Biteri. yazgıları var. Yine bir mala değil. Ha, setkalar ham bor ekan, bu yerdan shamol kirib turaveradi ekan. Hurmatli obunachilar. Yazgısı var. Bu eğer bala yatacak olsa yine ilerleyip durardı da biri. Ha, bo'ldi. Kısılamaydı bunu. Son kelse mevcut bayına işlere mumlu. Bir mala Ne işlerine? Bundayla teneye ek koydum o vece. Yine ta 2-3 sınıf olan adamam yatavererdi. Kiçkine becemez kettin neyse. Ina hurmatli obunachilar, kelaverasizlar inshaalloh dükanına. Evet. Görün. Hem ola bayına 550 ming so'm bo'lsa shu. Abi ishni qo'zarqa normali var endi. Bo'ldi. 550. Hem bunların komfortu var. Yine bu variantları ko'p. Yine tolanadi. Hem bala içinde uxlab kalsa, içinde uxlab kaladi o bala. Avang. Alınadi. Ha, doğru götürüp maşinam salkiti bo'ladi ekan, ha? Somkasi bor. Hem içini astaramiz oradan bunu. Akurat bir moddu. En zor variantı şunu. Bahasini necha dedingiz buni? Bahası 950 ming so'm buni. 950 ming so'm ekan. Qaytamiz, qaytib beramiz undan. Undan ham qaytib beraman dedi hurmatli obunachilar. Kanal namından gelse oldu tamam. 100 ming so'm, 150 ming so'm deb o'ynarsa da skip yapar. Ana hurmatli obunachilar. Alasanız bundan boyuna. Bilancha so'm? 450 ming so'm. 450 ming so'm ekan. Bunda Malibu parlı prostoyu var ki. Ya dışarıda görgen. Aha. Buni necha so'm dedingiz? 650 ming so'm. 650 ming so'm. Svetlar ham yonadi ekan buni. Hem komfort var yani şu an. Bir de aldı kısıtlılardı. Bunda bergem gösterdim. Kan. Bular necha so'm? Bu 450 ming so'm. Bu ham 450 ming so'm. Ishini musikalari bor ekan, suyta musikalari hurmatli obunachilar. Hem egenleri aylanadi. Yatadı. Yine. Bo'ldi. Yana yotadi axı egallar. Egenleri hem aylanadi. Ben abi. Yine. Bu kalaskangiz necha so'm? Bu kalaske 700 ming so'm. 700 ming so'mmi? Aytilishi. Aytilishing. Bundan ham zor kalaske var. Evet. Bir malol içi kette. Aha. Bu mu kette bunun için? İyi kettesi bu kalaskeler içinde abi. İçinde ukluydu bir malol bala. Ina hurmatli obunachilar. Evet. Hazreti ukluydu bala. Bakasan zor mu? Necha so'm bahasi? 600 ming so'm. 600 ming so'm ekan hurmatli obunachilar. Beşik to'ylar, nelere üçün zor narsa. Og'amizni do'konida ino variantlar, assortimentlar dum ko'p ekan. Ino kelaverasizlar, to'plar ham bor, ino sizlar aytsam ino bunday narsalar, hamma narsa bor ino. Hozir sizlar ham bu. Endi bu nerani ayting endi mishoklarni? Bir bahalarini. Mishoklar xili. 50 ming so'mdan boshlanib ketadi. Shularimiz 50 ming so'm. 50 ming so'm ha? Buları 100 ming so'm. Satılıp duruşu misal 85-90 satılsa eğer kanal namından gelse doğru yarım baka 50 ming so'm. Ana hurmatli obunachilar. Bu derseniz yine 160 ming so'm, 150'den satıp tuttu. Kanal namından gelse 120 ming so'm, 100'en veririz. Bo'ldi, kelaverasizlar. Kanal namından gelse tamam, hem vererseni yarıma yarı. Bularınız 200 ming so'm ya. Ha, bergisine. Bu 250 ming so'm. Bu 250 ming so'm. Bu 500 ming so'm. Bu ikisi bunda 1 metrlik var. Bu mal değeri bu.
Mal değeri mi? Aa, öte zakasını oynarsan. Ha. Alın. Şuna Neçə so'm dediniz bana? Bunu bakası 300 bin so'm. Eğer 300 bin so'm. kanalından gelse tamam. Bakasını al. Bo'ldi. Qaytib beramiz. Tepedeki ne? Bu 500 bin so'm. Ha bu katta raqam bu. Bu kattasi bu. Resmi. Ular urganlar ham qo'zg'almaydi da bu, bilinmaydi ular. Bo'ldi, Ular bo'ldi. ishlayapti. Vox ko'liqlab keyin original prostoy. Hozir bular pokeynda indi uzattiramiz hali. Ha, bu yoqda. Originallari bor. 100 ming so'm eng originali. Eng originali 100 ming so'm. Eng ichi Eng qizili necha so'm? Qizili bu prostoy bu. Prostoymi? Prostoy 20 Yosh urganjiklar ukalarimiz uchun 20 ming so'm dedingiz? 20 ming so'm. 20 ming Bu so'm. originallari 100 ming so'm satılışı. Eğer kanal nomidan gelse 50 ming so'm. Ana hurmatli obunachilar. Yedi o hamma vaji bor. Bunda negan bor ekan? Bu sarinjakam bor ekan, ang deysiz. Zakam bor. 400 ming so'm. 400 ming so'mmi bu? Ha. Ina hurmatli obunachilar. Da balayatoda ne var içinde kulağında. Peshag'ana Keşağına. 40 ming so'm. 40 ming so'm ekan ina. Tum ko'p ekan u. Variantlar ina. Ina hurmatli obunachilar. Videomizni yakunlaymiz unda. Kelaverasizlar shu do'konimiz, og'amiz do'konini like, podpisatsiya, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Bakası 30 bin. Şunu gözüm bağlı.